Ion S Plus qidirib yurgan akalarimiz uchun Ion S Plus mashinalarimiz keldi. Yangi mana ushbu mashinamiz 2026-yilda ishlab chiqarilgan. Bilasizlar, sedan mashina hisoblanadi. Balon diskalarimiz 17 lik bo'ladi. 215 ga 55 R17 500 zapas xodli. Oldiga 100 kilovat soatlik motor jihozlangan bo'ladi ushbu mashinamizni. Ikkita kalitlari bilan ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz eng oddiy sedan hisoblanadi. Asosiysi tepasida panorama lyuki ham bo'ladi. Kichkinagina bo'lsa ham. Xo'p, hamma yo'g'i mexanический bo'ladi. Orchalasalar joylashgan bo'lmaydi. Cruise control bo'ladi. 360 kamera bo'ladi. Oldi mana bunaqa katta 14 dyumli ekranimiz mavjud. Mashinamiz ichi rosa keng hisoblanadi. Mazza qilib uyga Cobalt o'rniga elektromobil olib minaman degan akalarimiz uchun eng zo'r variant desak ham bo'ladi. Yoki elektromobillarda Cobalt desak ham bo'ladi ushbu mashinani. Hop, bu yangilangan versiyasi hisoblanadi. Bilasizlar, yili ham 2026. Ushbu mashinamizning narxi 21700 deb narx belgiladi. Akalar qiziqsalaring bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib telefon qilishingiz mumkin. Mana shu mashinalardan bittasini olishingiz mumkin. Mashinalarning soni cheklangan, ko'p emas, birpas sotilib ketadi, keyin yana topishga qiynalasizlar.